17-18 noyabr kunlari Ko'hna Zomin tomonda to'qchilik bir zamonda Nayman eli uloq berar Oqtosh nomli maydonda. Kelar polvon otbozlar, pistachiyu oshpozlar. Million fanat muxlis Oqtoshga xush kelibsiz. Otlarga torting oyil, boshlandi uloq sayil. Ko'rsat kuchingni polvon, qolsin senga el hayron. Mehmondo'st Nayman eli, kamtarin samimiy feli. Muntazir Oqtosh maydon, qamchila otni polvon. Kelinglar og'a qozoq, demanglar manzil uzoq. Marhamat qardosh qirg'iz, yuring Zomin tomon g'iz-g'iz. Keling tojik xomsaya, ochsangiz bas bir qoya. Tavalludga boybovo chorlar, yuzida tabassum porlar. Kutar mehmondo'st Nayman, el xizmatiga doim shayman. Videoni uloqsevar barcha muxlislarga yuborib qo'yinglar. Sizlarni Ko'hna Zominda kutamiz. 17-18 noyabrda uchrashguncha qadrdonlar. Sog' bo'linglar.